Ba'zida o'zimdan o'zim bezor bo'laman. Vaqtimni foydasiz o'yin kulgular bilan emas, ilm bilan, o'zimga kerakli mashg'ulotlar bilan to'ldirishni xohlayman. O'rganishim kerak bo'lgan ilmlar, orzularimdagi rejalar bor. Lekin nafsimni yenga olmayapman. Qanday yashash kerakligini bilaman. Lekin o'zimni boshqara olmayapman. Ko'nglim istagan ishlarni qila olmayapman. Vijdonim tur deydi, nafsim yot deydi. Har kuni o'zimni o'zimga isbotlashga urinaman va yutqazyapman. Bilaman bu zaiflik, bu g'aflat. Lekin bilasizmi? O'zimga o'zim g'azabim kelsa-da, baribir har kuni yana urinaveraman. Allohdan kuch so'rayman, o'rganishni, to'g'rilanishni, kuchli bo'lishni xohlayman. Balki siz ham shunaqadirsiz. Ichingizda kurash ketayotgan bo'lsa, biling yolg'iz emassiz.